tanasida ba'zi joylarida bir o'simtaga o'xshaydigan bir katta bezlar bor edi. Shu bezlar ham yo'qolib ketdi-da. Shu olma sirkasidan ko'rdik bu narsalarni. Doktorga ko'rindilar, onajon chaqalari bor edi, hozir 55 yoshdalar. Shu o'tgan yil yoz oyidan beri ichishni boshlaganlar. Shu olma sirkasini sizdan olib ichadilar. Tekshiruvdan o'tdilar. Jigari, hamma joyi zo'r chiqdi. Xudoga shukr. Sahrlari ham me'yorida 5/5. Juda quvonchli xabar bo'ldi. Juda xursand bo'ldik. Ovqat hazm qilish tizimi ham yaxshi ishlaydi. Boshida o'sha onajon juda rahmat aytdilar, juda minnatdorlar. Biz ham sizdan topganingizga baraka bersin. Juda xursand bo'ldik. Rahmat sizga. Tikkancha davlinalari ham ko'p bezovta qilardi. O'tgan yil ko'p chiqardi. 140, 150 ga 70, 80, 90 bo'lardi. Ana shu olma sirkasi ichishni boshlaganlaridan keyin davlina degan narsa umuman yo'q bo'lib ketdi. Qoyil qoldim lekin. 120 ga 70 yuradi. Oldin shuncha yildan beri umuman bunaqa yurmasdi-da. Hozir stabil bo'lib qolgan. Mana 7-8 oydan ham oshib ketdi. Orada 2 oy olma sirkasi ichmadilar. Yana zakaz qildik. Lekin davlina ham chiqmaydigan qoldi. Men qoyil qoldim. Haqiqatda shifo zo'r ekan. Shu pulga dori sotib olgandan ko'ra, shu tabiiy narsani sotib olgan 1000 marta yaxshi ekan. Odamlar shu narsaga ko'zi qiymas ekan, lekin doriga kelgan vaqtda odamlar doktorlar dori yozib bersa oladilar, lekin 200-300 ming 1 millionga. Lekin eng tabiiy narsalarni olmaydi.